بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan sevikli payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovat va durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar bo'lsinki, muborak Ramazon oyining kechalaridan birida Allohning uylaridan bir uy bo'lmish bu muhtasham masjidda Allohning kalomi Qur'oni Karimni xatm qilish doirasida muloqotda bo'lib, suhbat o'tkazish baxtiga muyassar bo'lib turibmiz. Alhamdulillah, yildan yilga ibodatlarimiz yaxshi bir saviyaga ko'tarilib, o'qiyotgan namozlarimiz, tutayotgan ro'zalarimiz, berayotgan zakotlarimiz, qilayotgan hajlarimiz borgan sari yaxshi bir saviyada, nihoyatda mamnun bo'ladigan darajada rivojlanib kelmoqda. Lekin shu bilan birga kishilarimiz o'rtasida tabiiy bir savollar ham paydo bo'lmoqda. Nima uchun odamlar namoz o'qib turib bir-birini aldashadi? Ikki shaxs yonma-yon turib Allohga ibodat qilib sajdaga bosh qo'yadi. Masjiddan chiqqandan keyin biri ikkinchisini aldaydi. Nima uchun ro'zani tutib turib kishilar yolg'on gapiradi? Nima uchun zakotni berib turib orqasidan birovning molini yeydi? Nima uchun hajga borib kelib turib avvalgi holatidan battar holatga o'tadi? Xo'p, namozni o'qidik, ro'zani tutdik, endi nima qilamiz degan savollar haqli ravishda berila boshladi. Mana shu holatlarni e'tiborga olib, ulamolarimiz bilan maslahat qilib, yuqorida zikr qilingan savollarga javob bo'lishi uchun ko'nglimizni g'ash qilib turgan ana shu noqulay holatlarni muolaja qilib tuzatish maqsadida bu Ramazon oyida alohida bir darslar uyushtirishni niyat qildik. Bu darslarni qalb pokligi, ruh tozaligi, axloq sayqali va Ramazon deb nomladik. Haqiqatdan hammamiz yaxshi bilamizki, har bir inson jism va ruhdan iborat. Jism insonni sirtini ko'rsatib turadigan narsa. Ruh esa, qalb esa insonni ichki dunyosi. Alloh taolo Qur'onni, shariatni, o'zining ta'limotlarini badanga emas, qalbga, ruhga yuborgan. Shuning uchun ibodatlarni badan bilan qilsa-yu, qalb bexabar g'ofil qolsa, ruhning tarbiyasi bo'lmasa, yuqorida aytilgan holatlar namoz o'qib ro'za tutganlardan chiqaveradi. Inson badan va ruhdan iborat ekan, badanni bemorligini, xastaligini davolaydigan muolajalar, davolar, shifolar, dorilar bor ekan, qalb ham bemor bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytadilarki, inna fil jasadi la mudghatan in salihat
saluhal jasadu kulluhu va in fasadat fasadal jasadu kulluhu. Odamning ichida bir parcha go'sht bor, chaynalgan shaklda. Agar o'sha narsa yaxshi bo'lsa, insonning badanining barchasi yaxshi bo'ladi. Agar o'sha narsa buzilgan bo'lsa, inson badanining barchasi buzilgan bo'ladi. Bilib qo'yinglar, o'sha narsa qalbdir deydilar. Ana qalbning davosi, qalbni poklanishi, ruhni tozalanishi, axloqni sayqallanishi hammasi siz bilan bizning qilayotgan ibodatlarimizni samarasi bo'lishi kerak. Alloh taolo tuproqqa suv quyib, loy qorib, sopoldek bo'lgan insonni jasadini yasab turgandan, ana shu qotib qolgan jasadga o'zining ruhidan jon puflaganda tirilib turganidek, jasad shaklida yotgan ibodatlarimizga biz ham ruh kiritishimiz kerak. Jon kiritishimiz kerak. Qalb kiritishimiz kerak. Ularni harakatga solishimiz kerak. Aynan mana shu maqsadda Ramazon oyi ichida Allohdan yordam so'ragan holimizda silsila darslarni uyushtirmoqdamiz. Avvaldan mana shu tibbil qulub, qalblarni tabobati deb atalgan ilmni, tarixini, maqsadini, ko'zlagan samarasini, uning asosida tashkil qilgan buyuk bobolarimizni hayotlaridan namunalar, yozgan kitoblaridan va oxiri kelib o'zimiz ham bir ruhiy tarbiya deb nomlangan katta 1,5 ming sahifalik balki ziyoda kitob yozganimiz, birinchi juzi poklanish deb atalishi, ikkinchi juzi tiklanish deb atalishi, uchinchi juzi xulqlanish deb atalishini aytib o'tib, ana shu kitobdan ba'zi bir ma'lumotlarni siz azizlarga taqdim qilib kelmoqdamiz. Boshqa masjidlarda qalb pokligi, ruh tozaligi, axloqni sayqallashda ibodatlarni o'zini tutgan o'rni borligi, qalbni poklashga ular vosita ekanligini aytib turib, bu vositani tahorat, namoz, zakot, ro'za, haj ibodatlarida qanday yuzaga chiqishini alohida yakka masjidlarda aytib o'tdik. Bugun sizlarning muborak masjidingizdagi yig'ilishimizda navbat qalbni poklash uchun, ruhni tozalash uchun, axloqni sayqallash uchun tilovati Qur'on tutadigan o'rin mavzusiga keldik. Qur'on tilovati deyilganda Qur'oni Karimning harflarini joyidan chiqarib, tajvid qoidasiga binoan shoshmasdan yaxshilab tilovat qilish tushuniladi. Qur'on tilovati yuqorida zikr etilgan ibodatlardan so'ng eng buyuk ibodat hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning o'zida Qur'onning tilovatiga 76 ta oyatni bag'ishlagan. 76 ta oyatda Qur'on tilovati haqida ma'lumotlar keladi. Qur'on tilovati ulug' narsa ekanligi, tilovat qilgan insonlarning maqomi yuksal bo'lishi, qalblari pok bo'lishi, ruhlari tetik bo'lishi, iymonlari ziyoda bo'lishi kabi ko'pgina ma'lumotlar keladi. Jumladan Alloh taolo marhamat qilib aytadi: Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Allazina yatluna kitaballohi va aqamus solata va anfaqu mimma razaqnahum sirran va alaniyatan yarjuna tijaratan lan tambur. Allohning kitobini tilovat qiladiganlar, namozni qoyim qiladiganlar, biz ularga rizq berib qilib bergan narsalarimizdan maxfiy va oshkora ravishda nafaqa, xayri ehson qiladiganlarni kasodga uchramaydigan tijoratdan umidlari bor deydi. Demak, banda bu dunyo, oxiratda kasodga uchramaydigan, yaxshi bir rivoj topadigan ishni xohlaydigan bo'lsa,
Qur'on tilovat qilsin, namoz o'qisin, Alloh bergan mol dunyodan maxfiy va oshkor ravishda nafaqa qilsin. Ana shu 3 sifatni avvalida birinchi o'rinda Qur'on tilovati kelishi ham bejiz emas. Shunga o'xshagan oyatlar qator keladilar. Kelgan oyatlardan, hadislardan hukm chiqargan ulamolarimiz aytadilarki, har bir mo'min musulmon uchun sura-i Fotihani yana bir surani yodlash farzu ayindir. Ya'ni mo'minni boshiga, har kishini boshiga farz. Kim shu ishni qilmasa, farzi ayinni tark qilgan bo'ladi. Chunki namoz o'qishga kerak. Alhamdulillah, sura-i Fotiha kerak, yana bitta zam sura kerak. Ana shuni tajvidi bilan, qoidasi bilan mo'min musulmon banda o'rganishi farzi ayindir. Ya'ni har bir shaxsni boshiga farzdir. Ortiqcha yodlab boraverish har bir harfiga savob va savobi 10 marta ko'paytirilib rivojlanib ketaveradi. Yodlagan harfi, so'zi, oyati, surasini miqdoriga qarab mo'minning, musulmonning obro'si ortib boraveradi. Mo'min musulmonlar ichida eng yaxshisi kim degan savol beriladigan bo'lsa-yu, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hadislaridan bu savolga javob izlanadigan bo'lsa, xayrukum man ta'allamal Qur'ana va 'allamahu degan hadisni topiladi. Ey mo'minlar, sizni eng yaxshingiz Qur'onni o'rgatgan yoki o'rgatganingizdir. Kim o Qur'on o'rganayotgan bo'lsa, tilovatini, ahkomini o'rganayotgan bo'lsa, ta'lim olayotgan bo'lsa, mo'minlarning eng yaxshisi o'sha ekan. Undan yaxshisi bo'ladigan bo'lsa, unga o'rgatayotgan domlasi, ustozi bo'lar ekan xolos. Xayrukum man ta'allamal Qur'ana va 'allamahu. Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni ta'lim olgan va undan ta'lim berganlaringizdir, deydilar Payg'ambar alayhisolatu vassalom. Boshqa bir hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Qur'onni o'rganayotgan kishi, o'qiyotgan va unga amal qilayotgan kishi kiromul barara bo'lgan farishtalar bilan birgadir. Qur'on o'rganish unga og'ir keladigan kishiga esa 2 ajr beriladi. Qur'onni o'rganib unga amal qilayotgan odam arshda Lavhul Mahfuzni tutib turadigan barara degan farishtalar bor ekan, shular bilan birga ekan. Endi birov Qur'on o'rganyapti-yu, osonlikcha o'rgana olmasdan qiylanyapti. Tili kelmayapti, yodidan chiqib qolyapti, o'qishda qiylanyapti, yodlab olib qolishda 10 ta, 100 ta, 200 ta takrorlash kor kelmasdan 1000 ta, 2000 ta takrorlashga qiylanyapti. Unga savob 2 barobar berilar ekan. O'qiganiga 1 barobar, qiynalganiga yana 1 barobar. Ana Qur'onni savobi qandoq, fazli qandoq. Qiyomat qoyim bo'lganda ham shu. Qiyomat qoyim bo'lganda qorini, mo'minni chaqirib aytar ekan: "Mana bu jannat. Mana bu jannatning darajalari. Qur'ondan bilganingcha tartil qilib o'qib ko'tarilib ketaver, seni oxirgi makoning qayerda o'qishing tugasa shu yerda bo'ladi" deydi ekan. Bismillah deb Qur'onni o'qib ko'tarilib boraverar ekan darajasi. Ana Qur'onni to'liq yodlagan bo'lsa, o'sha darajaning eng cho'qqisiga chiqqanda to'xtar ekan. Qolgani yodlaganiga qarab. Qayerda o'qiy olmay turib qolsa, yodlagani tugasa, o'sha yerda uni maqomi ham belgilanar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning mashhur hadislari bor. Kim ilmni yo'lini tanlasa, jannatni yo'lini Alloh taolo unga oson qiladi. Qay bir qavm masjidlardan bir masjidda o'qitirib Qur'onni o'qisa,
va o'zaro dars qilsalar, ularga Alloh taolo ustilaridan sakina tushiradi. Allohning rahmati ularni o'rab oladi. Farishtalar ularni qurshab oladi va Alloh taolo ularni o'zini oldidagi zotlarning huzurida zikr qiladi. Oddiy mo'min musulmon odam kim bo'lishidan qat'iy nazar, ko'chadagi qorovulmi, oddiy dehqonmi, ziyolimi, boshqami, o'tirib birgalashib Qur'on o'qishyapti, o'rganishyapti. Alloh o'zi ularga boshlariga sakinani, xotirjamlikni tushirar ekan. Allohning rahmati ularni o'rab olar ekan. Farishtalari qurshab olar ekan. Alloh bu o'tirganlardan afzal, ya'ni o'zini huzuridagi muqarrab farishtalarga maqtanar ekan, mani bandalarim qaralaring deb. Ana shunday bir holat. Imom Buxoriy, Imom Muslim, yana boshqa muhaddislarimiz rivoyat qiladilar. Usayd ibn Huzayr degan katta sahobiy otini bir joyga bog'lab, o'zini turar joyida o'g'lini o'rab yotqizib qo'yib, Yahyo degan ismli o'g'illari bor ekan. Kechasi Qur'on tilovat qilishni boshlabdilar. Bir muddat tilovat qilganda ot tipirchilab qoldi. Otni ikkita arqon bilan bog'lasa ham qattiq tipirchilaganidan u kishi qo'rqib tilovatni to'xtatibdilar. Ot ham tipirchilashni to'xtatibdi. Endi ot tinchidi degan niyatda bo'lsa, yana qiroatni boshlasalar, ot yana tipirchilashni boshlabdi. To'xtasalar, to'xtabdi. Yana boshlasa, yana tipirchilagan. Keyin o'g'lim Yahyoni bosib ketmasin, bosib olmasin bu tipirchilaverib deb qiroatni yig'ishtirib, ertalab turib bomdodga borganda Rasul Akram alayhisolatu vassalomga bo'lgan hodisani gapirib berdilar. Shunda Rasul Akram alayhisolatu vassalom aytdilarki, otni tipirlashi sani tilovatingni xayridan, barakasidan osmondan tushgan farishtalarni ko'rganidan tipirchilagan. Agar to'xtamay o'qib turganingda namozga kelayotgan odamlar ham ularni ko'rar edi degan ekanlar. Tilovat Qur'on ana shundoq ulug' ish. Bandani qalbini poklaydigan, o'zini Robbil alaminga yaqin qiladigan, bu dunyoda martabasini orttiradigan, oxiratda shafoatchi bo'lib Qur'on uni jannatga olib kiradigan bo'ladi. Nafaqat shafaat qilib, ey banda, ey Robbim, bu bandang meni o'qigan edi, uyqudan qolgan edi, yodlayman deb qiynalgan edi, men shafoatchilik qilaman, buni jannatga kir deyish bilan kifoyalanmas ekan. Qur'on yana boshqa talab ham qo'yar ekan, Allohga iltimos qilar ekan. Ya Robbi, hallihi, ey Robbim, bunga sarpo kelgiz deydi. Shunda deyiladi hadis sharifda, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom, Alloh haligi bandaga izzat tojini kiydiradi. Qur'on yana aytadi, yana kelgiz deydi. Ana unda karomat sarfosini kelgizadi Alloh taolo. U ham yetmaydi. Ey Alloh, ey Robbim, men shafoatchiman, bu bandangdan rozi bo'lgin deydi ekan. Roziman deydi ekan Alloh taolo. Qur'on qiroatini ulug'ligi, fazli haqida juda ko'p hadislar kelgan. Shuning uchun mo'min musulmon banda qo'lidan kelganicha Qur'on tilovatini o'rganish kerak. Nihoyatda yaxshi bo'ladi. Qarib qolgan, o'rganishlari qiyin odamlar tinglasa ham, boshqalar ham tinglasa nihoyatda katta savob. Qur'on tinglash ham buyuk savob. Hatto Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'zlari Qur'on tinglaganlar. Sahobalardan birlari Qur'on o'qib o'tirganlarida sekin orqalaridan borib tinglab o'tirganlar. Sahobiy ko'rib qolib to'xtaganda o'qi, men tinglayapman deganlarda, ey Allohning rasuli, Qur'on o'zi sizga nozil bo'lsa-yu, mendan tinglaysizmi? Deganda, ha, Robbim shunga amr qildi degan. Qur'onni ana shundoq tinglash ham
buyuk bir savob beradigan, insonni qalbini larzaga soladigan, poklaydigan omillardan biridir. Buni faqat eski kitoblarimizda, hadisi shariflarda, ulug'larimizning gaplaridagina isboti bor emas, balki yangi ilm ham tasdiqladi. Men bundan 22 yil oldin Jazoirning Sitif shahrida bir ilmiy anjumanda bo'ldim. Shunda sudarlik doktor Zubayr degan bir odam chiqib, g'arbda yashar ekan, o'sha odam kelgan. Qur'onni fazli haqida so'z yuritib aytdiki, Qur'onni kishilarga ta'sirini ilmiy tajribadan o'tkazildi. Hozirgi zamonda insonning ruhiy holatini belgilaydigan asbob uskunalar chiqqan. Shuni bog'lab qo'yib, insonning ruhiga ta'sir qilinsa, ruhi qanaqa, ruhaniyati qanaqa o'zgarayotganini demak asbob ko'rsatadi. Mana shuni Qur'onda tajriba qilib ko'rildi deydi haligi odam. Haligi asboblarga avval mo'min musulmon arab kishini qo'yildi-da, unga Qur'on eshittirildi. Asbob uni ruhi ta'sirlanayotganini, juda katta bir halovat olayotganini ko'rsatdi. O'zi arab bo'lgani uchun ma'nosini tushunyapti, ham iymoni bor. Qur'onga iymoni ham bor, ma'nosini ham tushunyapti. Xo'p, endi bu o'zi mo'min musulmon odam, ham Qur'onni tushunadi. Endi bitta mo'min musulmon u arab bo'lmagan odamni olib kelaylikchi, nima qilar ekan deb shunaqa odamni topib olib kelib qo'yishibdi. Apparatlarni u odamga ulab turib, yana o'sha avvalgi tilovatni qo'ysa, u ham xuddi avvalgidek ta'sirlangan. Bular endi mo'min musulmon, biri arabchani biladi, biri bilmaydi. Endi boshqa bir odamga ketaylik. Arab bo'lsin-u, mo'min emas. Qur'onga iymoni yo'q, lekin arabchani tushunadi. Uni qo'ysa, u ham ta'sirlanyapti. To'xta endi deb turib, na arabchani, na Qur'onni hech narsani bilmaydigan butunlay boshqa odamni qo'ysa ham ta'sirlanyapti. Ana, Qur'oni Karimni tilovat qilish o'ziga yarasha baxt bo'lsa, tilovatini tinglash ham shunga yarasha katta bir savob ish, hamda insonni qalbiga, ruhiga, ichki dunyosiga ta'sir qiladigan, poklaydigan omillardan biri hisoblanishini bugungi kunda na islomdan, na Qur'ondan, na boshqadan xabari yo'q olimlar tajriba qilib o'tkazganligini natijasi. Ana shu e'tibordan ulamolarimiz Qur'on tilovatini odoblariga rioya qilishni tavsiya etadilar. Qur'on tilovat qilmoqchi bo'lgan har bir banda Qur'onni tahorat bilan o'qish kerakligini unutmasligi kerak. Qur'on kitob shaklida mushaf bo'lsa, mushafni tahoratsiz inson ushlab bo'lmaydi. Va tilovat qilayotganda tahoratli bo'lish nihoyatda kerak, samarali bo'ladi. Ana undan keyin Qur'oni Karimni ehtirom qilgan holda o'qish kerak. Xotirini jamlab boshqa narsaga mashg'ul bo'lmasdan o'qish kerak. Odob bilan o'qish kerak. Yonboshlab, chordana qurib yoki bir narsaga suyanib olib, oyog'ini uzatib emas, cho'ka tushib, odob bilan qiblaga qarab o'tirib, niyat qilib o'qish kerak. Qur'oni Karimni tilovat qilayotgan shaxs qalbi hozir bo'lish kerak. Qalbi hozir bo'lish kerak degani, mashg'ul bo'lib turgan ishidan boshqa narsani xayoliga keltirmaslik kerak. Qur'on tilovat qilyaptimi, shu Qur'onni tilovatidan boshqa narsa qalbida bo'lmasin. Qur'on tilovat qiladigan inson tilovatni me'yorida qilish kerak. Ya'ni ortiqcha ko'p o'qib, o'zi charchab, horib qoladigan darajaga bormasligi kerak. Qur'on tilovat qiladigan inson haddan tashqari tez o'qib, harflarni joyidan chiqarmasdan xatolarga yo'l qo'yadigan holatga bormasligi kerak.
mo'tadil ravishda dona qilib chiroyli shaklda o'qish kerak. Qur'on tilovati boshidan oxirigacha o'qib xatm qilish uchun belgilangan eng oz muddat 3 kun. 3 kundan ozga uringan odamga ruxsat yo'q. Abdulloh ibn Amr ibn As degan nihoyatda obid, nafl ibodatlarni ko'p qiladigan sahobiy Rasuli akram alayhisolatu vassalomning huzurlariga kelib 3 marta kelganlar. Qur'on tilovati borasida savol so'rab: "Ey Allohning rasuli, men Qur'onni xatm qilmoqchiman" deganlarida 1 oyda 1 marta xatm qil deganlar. "Ya, undan ozga ham qodirman" desa, pastlab kelib birinchi marta 7 kunga to'xtaganlar. Ikkinchi marta 5 kunda to'xtaganlar. Uchinchi tortishuvda 3 kunda to'xtaganlar, undan keyin yo'q bo'lmaydi deganlar. Shuning uchun Qur'onni boshidan oxirigacha xatm qilaman degan kishilar shu 3 ta muddat, 7, 5, 3 dan bittasini tanlasa, o'zini imkoniga qarab, holatiga qarab, ana yaxshi bo'ladi. Lekin 3 kundan kamga ruxsat yo'q. Qur'on tilovat qilishni eng yaxshi, eng to'liq, eng go'zal holati qaysi? Kim biladi? Hech kim bilmaydi. Ana shu holat Qur'on tilovatining eng yaxshisi, eng mukammali, eng savobi ko'pi bugun sizlar qilayotgan ish. Masjidda tik turib namozda o'qish. Hamma shartlari komil. Masjid bor, tahoratli inson bor, niyat qilib namoz o'qiyotgan zot bor, niyat qilib Qur'on o'qib qolganlari eshitayotgani bor. Mana shu xatmi Qur'onlar, uni ustiga Ramazonni qo'shsak yana ziyoda bo'ladi. Mana sizlar o'zlaringiz shaxsan tushunib qo'yinglar shuni. Hozirgi kunda mana shu kechalarda eng yaxshi amalni qilayotgan odamlar sizlarsizlar. Masjidda xatmi Qur'onda ishtirok etayotgan zotlar. Ana endi Qur'oni Karimni yodlash, qori bo'lish buyuk bir baxt ekan. Albatta ta'limni ijozati bor ustozdan olinadi. Ustoz o'qib berib, keyin shogird tayyorlab kelgandan keyin uni qiroatini eshitib, to'g'ri o'qiyotganligiga ishonch hosil qilgandan keyin ruxsat beradi. Qorilar xatm qilganda, Qur'oni Karimni yodlab tugatganda ustozi unga shahodatnoma beradi. Ana shu shahodatnoma Rasulullohgacha borib yetadigan bo'ladi. Ana o'shunga o'xshab mukammal Qur'onni yod olib, ijozat olib qori bo'lgan odamlarni o'ziga yarasha fazli bor. Shu bilan birga o'zlariga yarasha ularning vazifasi ham bor. Ana shu Qur'on qorisi bo'lganligi tarafidan boshqalardan ko'ra o'zlarini vazmin tutishlari kerak. Boshqalar uxlab yotganda ular kechalari bedor bo'lishi kerak. Boshqalar o'ynab yurganda ular mashg'ul bo'lishi kerak. Boshqalar kulib yurganda ular mahzun bo'lishi kerak. Chunki Qur'onni qorisi degan sharaf bor. Ana shunga munosib insonlar bo'lishlari kerak. Qur'on tilovati haligi aytganimizdek buyuk baxt, saodatning manbasi. Qanday baxt bo'lsa, Qur'on o'qigani uchun desangiz bo'laveradi. Qur'on o'qigani uchun Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladi desangiz, hech kim xato qilmaydi. Sizning gapingiz xato demaydi. Qur'on o'qigani uchun bugungi kundagi rizqi ulug' bo'ladi desa, u ham bor. Qur'on o'qigani uchun ota-onasi jannatda toj kiyadi desa, hadisda bor. Qur'on o'qigani uchun farishtalar bilan birga bo'ladi desa, u ham hadisda bor. Men o'sha sizlarga nomini aytib yozgan kitobimni bugun qaradim. 20 dan ortiq fazli kelibdi o'sha yerda. Yana yozaman desa, yana chiqaveradi. Bas shundoq ekan, Qur'on qiroatiga ehtimom berishimiz, uni faqat ovoz chiqarish, faqat qandaydir o'qidi desin uchun emas, balki qalbdan, samimiy qalbdan o'qish, odoblariga rioya qilish va
ana shu qiroatga ruh kiritish, qiroatni qalbdan chiqarish, qalbni poklovchi omilga aylantirish harakatida bo'lish kerak. Buning uchun ulamolarimiz Qur'on qiroatini nozik sirlari bor deydilar. Ana shu nozik sirlardan ham xabardor bo'lish kerak. Nozik sirlardan biri qiroat qilayotgan kishi nimani qiroat qilayotganini bilsin. Oddiy odamning gapi emas. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning gapi emas, balki Robbil alaminning kalomini o'qiyotganini bilsin. His qilsin. Ana shu narsaga demak e'tiqod qilsin, iymon keltirsin, hamma narsada o'shanga suyansin. Ikkinchisi, Alloh bilan bandani orasida qancha farq bo'lsa, Qur'on bilan bandalarning kalomida shuncha farq borligini unutmasin. Doim eslab tursin. Men Allohning kalomini o'qiyapman desin, ana shunga munosib bo'lish uchun harakatda bo'lsin. Qur'on qiroatini ruhi, Qur'on qiroatini darajalari juda ajoyib. Oddiy qiroat bor, tadabbur bilan qiroat qilish bor, qalb hozirligi bilan qiroat qilish bor, lekin ulardan ham ustuni qiroat qilayotgan inson Alloh meni ko'rib, eshitib turibdi degan his tuyg'uni butun vujudiga singdirgan holda qiroat qilish. Har bir harfini, so'zini, oyatini Alloh o'zi eshitib turibdi degan hisni qilsin. Butun vujudi bilan bilsin. Ikkinchi darajasi qalb ko'zi bilan Allohni ko'rib turib o'qisin. Men Allohning kalomini o'ziga o'qib beryapman. Meni qiroatimni Alloh eshityapti degan to'liq ishonchni o'ziga singdirgan holda o'qisin deydi. Uchinchisi, Alloh menga o'zi kalomini o'qib beryapti degan daraja bo'lar ekan. Buyuk imomlardan Ja'far as-Sodiq rahmatullohi alayh namoz o'qib turib hushlaridan ketib yiqilibdilar. Bir vaqtdan keyin hushga keltirib, qarab so'rashib, "Tinchlikmi, nima bo'ldi?" desalar, Qur'on namozda qiroat qilib turib bir maqomga yetdim. Shu oyatni takror o'qib, avvalo o'zim Allohni ko'rib turgan darajasiga yetdim. Keyin Allohni o'zidan keyin Jibril alayhisalom payg'ambar alayhisalomga o'qib berayotgandek eshitdim. Undan keyin Allohni o'zidan qiroat bo'layotganini eshitdim, toqatim yetmasdan yiqildim. Ana shundoq demak darajaga yetishgan zotlar bor. Faqat qiroat tufayli. Shuning uchun biz Qur'on qiroati deganda faqat bir inson bandalikni bajo keltirib vafot etsa, qabristonga borib o'qiydigan, uyiga Fotihaga borib o'qib ketadigan, marosimning oldida duodan oldin o'qiladigan narsa deb tushunmasligimiz kerak. U maqomlar ham yaxshi, o'qiladi. Lekin tilovati Qur'on haqiqiy ibodat ekanligi, qalbni poklovchi va ziyoda qiluvchi omil ekanligini Alloh taolaning o'zi aytib qo'ygan. Va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan. Agar mu'minlarning sifati shuki, ularga Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymonlarini ziyoda qiladi deyiladi. Mana shu ma'noda biz tilovati Qur'onni qalbimizni poklovchi bir buyuk omil, ruhimizni tarbiyalovchi buyuk bir demak murabbiy va axloqimizni sayqallovchi omil ekanligini unutmasligimiz kerak. Mana shunga harakat qilishimiz kerak. Qancha odam ko'p tilovat qilsa, shuncha qalbi poklanib boraveradi. Qancha tilovatdan uzoq bo'lsa, shuncha mog'orlab boraveradi. Yana qaytarib aytamiz, bu qodir bo'lib turib qilmaganlarga, yoshi o'tib qolgan, imkoni yo'qlarga bilganini o'qishni o'zi inshaalloh katta savob.
avvalgi aytganimizdek o'qiy olmay qiynalsalar bitta emas ikkita savob. Mana shu haqiqatlarni biz bilib borishimiz kerak. Inshaalloh bu ruhiy tarbiya bobida, qalb tabobati bobida, insonni ichini go'zallashtirish bobida muhim bir omil bo'lib qoladi.